Tilla biznes bilan shug'ullanaman. Qancha foyda ko'rganini bilmayapman. Yechim bormi? Bu narsani yechim bilan qilsa bo'ladi, endi IT yechim topsa bo'ladi. Endi qancha foyda ko'rdi, qancha zarar ko'rdi, faqat ozgina mayda ish. Bu uchun tillachilar meni qarg'ashi mumkin. Misol uchun 750 yoki 585 proba bor. Xo'p, o'sha probalarda qanaqadir tilla taqinchoqlar bor. O'sha tilla taqinchoqlarni bu uchun albatta tizim kerak bo'ladi. Tilla taqinchoqlarni yozasiz birkasiga. Qachon keldi yoki qanaqa proba yoki narxi necha pul yoki necha gramm yoziladi. O'shani orqa tarafiga barkod chiqarasiz. Tizimga o'sha ma'lumotlarni kirgizsangiz, qachon keldi, necha gramm, misol uchun qaysi probadan, qayerdan keldi, xuddi shunaqa narsalarni yozsangiz barkod chiqarib beradi. Uni o'sha birkani orqa tomoniga yopishtirasizda, tayyorlab qo'yib qo'yasiz. Hamma tilla taqinchoqlaringiz bo'lsa, hammasiga xuddi shunaqa barkod yopishtirish kerak bo'ladi. Bu xuddi anoga o'xshaydi. Misol uchun siz magazinga borasiz, oddiy oziq-ovqat magazinga borasiz, korzinkaga borasiz. Masalan, produktdan oladi, tit qiladi. Tit qilganda o'sha barkodiga yoki shtrix kodiga qarab, u mahsulot qanaqaligini, qaysi partiyada kelganini, boshqa narsalarni hammasini bilsa bo'ladi. Sizda ham xuddi shunaqa narsa paydo bo'ladi. Lekin buni bitta yomon tomoni, hammasiga yopishtirib registratsiya qilib chiqishingiz kerak. Qo'lda qilayotgan narsangizni tizimga kiritasiz. Buni bitta plus yaxshi tarafi bor. Yaxshi tarafi nimadaki? Misol uchun siz 585 probada olib kelib qo'ydingiz va uni yoki 750 deylik, 750 probada olib kelib qo'ydingiz, uni 585 probada deb sotib yormasligi uchun yangi olib kelgan konsultantingiz bo'ladi, sotuvchingiz bo'ladi, kasseringiz bo'ladi. Xuddi shunaqalar adashib ketmasligi uchun yaxshi yechim bo'ladi. Misol uchun u 585 deb sotib yorishi mumkin-da, u sizga qanaqadir 20, 30, 40, 50, 500 dollar qanaqadir zarar keltiradi. Xuddi shuni oldini oladi. O'sha tizimni qo'yganingizdan keyin siz qancha xarajat qilayotganingizni yozib borasiz. Ya'ni misol uchun yo'l kira deylik, oylik deylik, boshqa narsalarni hammasini yozib borasiz. Bu yoqdan tushumlaringiz kelaveradi avtomatik. Misol uchun mana tit qiladida, bundan 5 ta sotdim, bundan 2 ta sotdim qilib tizimga kiritib ketaveradi. Oxirida tizim sizga bu oyda shuncha foyda qildingiz, bu oyda shuncha xarajat qildingiz, bu oy minusdasiz, bu oy plyusdasiz deb chiqarib beradi. Xuddi shunda sizga umumiy yechim bo'ladi deb o'ylayman.